Bu boya pochta jo'natayotganimda aytdi-da taksistchi. Bizda tomonda ham bo'larmikan bunday sho'r yerlar deb. Mana bizaki ham ko'rayotgan bo'lsangiz, yerda bir giyo yo'q. Ish berib qo'yganda yer toza. Mana pistazorlar. Hosili mo'l bo'lib turibdi. Mana hech qanday sug'orish tizimi yo'q. Mana bu yoqlarga qarasangiz turshi cho'l. Bu yoqlar pistazor. Kichkina narsalar ham. Bu yil hosili yaxshi. Mana shu daraxt o'zida 100 kilo hosil bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz 6 ga 6 ekilgan daraxtlar bir-biriga tegib bitib devor bo'lib qolgan. Iloji bo'lsa kattaroq masofaga ekishlaringizni maslahat beraman. Ko'chatchilar ekishda xato qilib qo'ymasangizlar bo'ldi. Ko'karib ketadi, cho'llarda ham bo'ladi. Asl bo'lsa